gavhar qo'yilmasdi. Endi bundan bir 30 yil, 40 yil oldinlar onaxon, otaxonlarimiz qalin plyusovoy ko'zoynaklar taqishiga to'g'ri kelardi. Katarakta bormi? Bunga hech qanaqa dori yordam bermaydi. Bunga to'g'ri operatsiya qilib, gavharni yaxshi sifatlisini qo'yib berishga to'g'ri keladi. Ko'zdagi qandli diabetdan keyingi asoratli bo'lgan holatlarda edof gavharlar bular yaxshi yordam berishi mumkin. Endi buni fokusiga qarab turlari bor. Sferik, asferik farqini bilib oldingizda, sferik bu faqat bir joyda ko'rsatadi. Asferik hamma joy bilan birga ob'yomni ko'rsatadi. Ko'zda qora chiqdi reaksiya yo'q, gavhar xira, ko'zda orqalarida glioz bo'lib yotibdi. Uni operatsiya qilganingiz bilan ko'rishi zo'r ko'tarilmaydi. O'shaning uchun azizlar, ko'zga qo'yiladigan gavharlar haqida gaplashamiz. Katarakta kasalligida ko'zda gavhar qo'yish va gavhardan keyin ko'rish bo'lishi kerak-da. Bemorlar aytadiki, doktor shu pardani olib tashlang, shu yopib turgan ko'zimdagi deb aytadi. Gavhar qo'ymasam bo'lmaydimi deydi. Avval shunaqangi operatsiya qilardik-da, ko'zda gavharni olib tashab, gavhar qo'yilmasdi. Endi bundan bir 30 yil, 40 yil oldinlar onaxon, otaxonlarimiz qalin plyusovoy ko'zoynaklar taqishiga to'g'ri kelardi. Va bu bemor o'sha agar tushuntiramiz, ko'zda gavhari shuncha yil xizmat qildi. Kimda 50 yil, kimda 70 yil, kimda 100 yil, kimda 80 yil. Keyin sekin-sekin xiralashdi. Ba'zilarda tug'ma katarakta bilan kelib qoladi. Tug'ilgan 1 yoshli bola olib keladi, ko'zda gavhari xira, gavharni almashtirish operatsiyasini qilib beramiz va bemor ko'radi, xudo xohlasa. U gavhar o'zini srogi bor. Agar ko'p asab qilsa odam, ko'p siqilsa, ko'p hayotdagi muammolar ko'z sekin-sekinlik bilan xiralashishiga va gavharni almashtirishimizga to'g'ri keladi. Katarakta bormi? Bunga hech qanaqa dori yordam bermaydi. Bunga to'g'ri operatsiya qilib, gavharni yaxshi sifatlisini qo'yib berishga to'g'ri keladi. Qanaqa gavharlar ko'p qo'yiladi? Avval sferik gavharlar qo'yardik. Sferik gavharlar faqat markazni ko'rsatadi, yoni ko'rsatmaydi. Agar gavharda qanaqadir gavhar joydan qimirlasa, ba'zida ushlab turadigan bog'lomlar slabiy bo'ladi, yoshga xos psevdoekspression sindromlarda, travmalardan keyin gavhar joyidan siljib, joyi qimirlasa, sferik linzalarda ko'rish ancha xiralashib ketib qoladi. Asferik linzalarda bo'lsa bu bilinmaydi va bemor bemalol uzoqni yaxshi ko'radi. Endi buni fokusiga qarab turlari bor. Sferik, asferik farqini bilib oldingizda, sferik bu faqat bir joyda ko'rsatadi. Asferik hamma joy bilan birga ob'yomni ko'rsatadi. Endi monofokal, bifokal, trifokal gavharlar bo'ladi. Monofokal deganimiz bitta masofani uzoqni ko'rsatadi yoki yaqinni ko'rsatadi. Bifokal примерно 40 sm, 50 sm va uzoqni ko'rsatadi. Trifokal ya'ni multifokal gavharlar hamma masofani ko'rsatadi. Undan tashqari edof gavharlar bor. Bu degani chuqurlashgan fokus bilan, ya'ni bunda o'rta va uzoq masofalar juda yaxshi ko'rinadi hamda edof gavharlarda yaxshi tomoni mana bu makula distrofiya bo'lgan kasalliklar, glaukomalar hamda ko'zdagi qandli diabetdan keyingi asoratli bo'lgan holatlarda edof gavharlar bular yaxshi yordam berishi mumkin. Undan tashqari torik gavharlar bor. Ya'ni bizda kontingentimiz astigmatizmi ko'p bo'lgan odamlar ko'p. Ko'zi shoh pardasi qiyshiq, gavhari qiyshiq, o'sha holatlarda biz o'sha torik qiyshiq gavharlarni qo'yib beramiz. Bularni ham albatta monofokal, bifokal, trifokal, edof turlari albatta mavjud bo'ladi. Hozir Clarion material chiqdi, hozir eng oxirgi materiallardan biri. Hozir Galaxy degan gavhar chiqdi, eng oxirgisi va birinchisi O'zbekistonda qo'ydik. Bemor xursand bo'ldi va bunaqa gavharlar yildan yilga rivojlanib boryapti. Bu ba'zi gavharlar bo'ladi, o'sha edof gavhar bilan trifokal gavhardan ham sifatli bo'lgan. Hozir o'sha именно shunaqa gavhar keldiki, bu gavharda ham globokiy fokusi bor, ham trifokal funksiyasi bor bo'lgan o'sha Galaxy gavharni ham boshlab qo'ydik. Endi bemorda biz ish faoliyatiga, yoshiga, kasalliklariga qarab gavhar tanlaymiz. Ba'zi holatlar bo'ladi, gavharni ushlaydigan kapsulasi yo'q, tikish kerak, gavharda joyidan siljib ketgan, marfan kasalligi bor, podvывых, вывых xrustalika, o'shanaqa holatlarda bizda bunda ko'pincha monofokal gavhar qo'yamiz.
Yosh bolalarga ham ko'pincha biz monofokal gavharlar qo'yamiz, ya'ni bitta fokusli gavharlar. Endi yoshi katta bo'lgan odamlarga ko'pincha edof yoki trifokal gavharlarni qo'yamiz. Yoshlar bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'ziga trifokal, ikkinchi ko'ziga edof gavhar yoki o'sha Galaxy gavhardan qo'yib beramiz. Yil o'tgan sari mukammallashib boraveradi sohalar. Xuddi shundoq gavharlar ham. Yosh bo'lgan holatlarda monofokal gavharlarni qo'yish, masalan, 20 yosh, 18 yosh yoki 25 yosh, 30 yosh, 40 yosh bemorlar monofokal gavharlar yaxshi ko'tara olmaydi. Bitta fokusli gavharlar ularga qiyin bo'ladi. Aytadi, men uzoqni ko'ryapman, o'qishda yo'q, menda hech narsa ko'rmayapman, telefon ko'rolmayapman, odam yuzini yaxshi ko'rmayman deydi. Unaqa holatlarda qo'ydirgan holatlar keladi. Biz uni gavharni olib boshqa gavharga almashtirgan holatlarimiz ham ko'p. Agar sizda shunaqangi muammo bo'lib operatsiya qildirgan bo'lsangiz, ko'rishingizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, albatta keling. Hattoki 100% ko'rib turgan holatda ham o'qishga qiynalib kelgan bemorlarimiz ko'p. Keladi, ko'zni ko'ramiz 100% uzoqqa, lekin yaqin va o'rta masofaga. Xuddi shunday bitta bemor yaqinda keldi. Bir ko'zni operatsiya qildirgan 100% ko'ryapti, lekin o'qish yo'q, o'rta masofa yo'q. Yoshlari где-то 60 yoshlardagi ayol kishi ekanlar. Ikkinchi ko'zingizga keling. Mana shunaqa globokий fokus bilan edof gavhar qo'yib beramiz. Qarab ko'rasiz. Agar sizga yaxshi moslashib ketsangiz yaxshi. Yo'q, men bu avval qildirgan ko'zimdagini yana qayta qilib beringlar desa, uni biz gavharni olib boshqa gavharga o'zgartirishni qilib beramiz. Sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, albatta xavotir olmasdan keling. Sun'iy gavharlarda o'z muddati bo'ladimi? Odatda sferik gavharlar tez ishdan chiqadi. Ko'pincha kimda 4 yil, kimda 5 yil, kimda 10 yil, uzog'i 15 yil. Keyin buni yangilash to'g'ri keladi. Asferik gavharlar unday emas. Ular bir umrlik hisoblanadi. Bir marta qo'ydirdingiz, bir orqa kapsula qachondir bir tozalanadi va shu bilan bir umrga ketiladi. Orqa kapsulani tozalashni bizda ko'pchilik hamma klinikamizda bor. Hammasida bor. 7 ta klinikada ham bu muolaja o'tkaziladi va bu oson muolaja, tez bo'ladigan muolaja va bu lazer orqali bo'ladi. Va bu lazer orqali ko'zingizda o'sha kesmasdan o'sha orqa kapsulani tozalab beramiz. Ba'zilar uni xalq tilida gavharni yuvish deydi. Yuvish emas, bu lazer bilan tozalanadi va o'sha orqa kapsula tozalagandan keyin bemor yana avvalgi ko'rishga qaytadi. Operatsiyadan keyin yaxshi ko'rdim, meni 5 yil bo'ldi, ko'zim ozgina xiralashdi deb ko'rasiz, ko'z xiralashdi, ochib berasiz, xursand bo'lib ketadi. Endi bu yoqqa xiralashmaydi deb aytib qo'yasiz. Lekin gavhar qo'ydirdingizmi, albatta ko'zingizni tubini ko'rsatib qo'ying. Ba'zida gavharni almashtirganingiz bilan to'rpardangizda muammolar bo'lsa, sekin-sekin ko'zda to'rparda ko'chishiga va bemorning ko'rishini yo'qolishiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun birinchidan sifatli gavhar qo'ydiring, ikkinchidan gavhar qo'ydirgandan keyin bir haftadan keyin, bir oydan keyin albatta ko'zingizni tubini ko'rsatib turing. 6 oydan keyin, 1 yildan keyin gavhar qo'ydirdim, yaxshi bo'lib ketdim deb turib kelmay ketmasdan 6 oyda bir marta ko'zingizni tekshiruvdan o'tkazib yuring. Ba'zi holatda ikkita ko'z ikki xil bo'ladi. Miopiya bilan gipermetropiya yoki astigmatizm bilan ikki xil ko'zda kataraktasi bor. Biz buni to'g'ri korreksiya qilish uchun maxsus gavharlar qo'yamiz. Miopiyaga xos bo'lgan, gipermetropiyaga xos bo'lgan va astigmatizmga xos bo'lgan gavharlar qo'yamiz. Ba'zida bo'ladi glaukoma katarakta bilan uchraydi. Ba'zida makula distrofiya katarakta bilan uchraydi. Ba'zida diabet katarakta bilan. Shunday ko'ziga qarayman, aytaman, sizda diabet bor-ku deyman. Aytadi, ha bolam, men diabetim bor deydi. Atak biz bilmaymiz-ku, uni qonini tekshirmaganmiz hali birinchi kelgan bemorda. Diabetik kataraktalar ham uchraydi, lekin ko'pchiligini operatsiya qilgandan keyin yaxshi ko'rib ketadi. Lekin ko'zda ichi qotadi, bemorda sahar diabetda qon quyiladi va sekin-sekinligi bilan ko'zda nerv trofikasi buziladi va nerv ishlamay qoladi. Diabet bo'lganlarda eng yomon muammo o'sha ko'z to'r pardasidagi va kuru nervdagi o'zgarishlar bo'ladi. Agar shu normada sahar ushlab tursa, normada ko'zda bosimi, qon bosimi normada tursa, ko'pincha diabet bo'lganlar ham umrning oxirigacha yaxshi ko'rib turadi. Lekin bizda shu ishtaha zo'r, dieta qilishimiz qiyin va bu asta-asta o'zini yomon tomonlarini ko'rsatadi. O'shaning uchun ba'zida katarakta bu bilan diabet kelib qolsa, onamni ko'zi ochiladimi deb so'rab qoladi. Aytamiz, ko'zning orqasi yaxshi bo'lsa yaxshi ochiladi. Operatsiya qilasiz, ko'zning orqasi go'zal, yaxshi ko'rib xursand bo'lib ketadi. Bitta kasallik ko'rdingiz, ikkinchisida xuddi shundoq ko'ruvda ko'zda qorachiqda reaksiya yo'q, gavhar xira, ko'zda orqalarida glioz bo'lib yotibdi. Uni operatsiya qilganingiz bilan ko'rishi zo'r ko'tarilmaydi.
O'shaning uchun azizlar vaqtida ko'z doktoriga murojaat qilib turish kerak. Demak, o'sha ko'zdagi kasallikka qarab to'g'ri gavhar qo'yish asosiy ahamiyatga ega. Biz o'sha hamma kasallikka bir xil gavhar qo'ymaymiz. Ko'zni holatiga qarab turib gavharlarni tanlaymiz. Samarqandda ham bir 10 xil, 15 xil gavhar olib borib qo'yganmiz. Farg'onada 30 xil gavhar qo'yamiz. Tasavvur qilasizmi? Qarshida ham kamida bir 10 xil gavharni biz qo'yib o'sha muolajalarni o'tkazamiz. Toshkentda endi 50 dan ziyod, 60 ga yaqin xil gavharlarni qo'yamiz. Ko'zni kasalliklariga, yoshiga va albatta bemorni iqtisodi katta ahamiyatga ega, chunki imkoniyati yaxshi bo'lgan bemorlar yaxshi gavhar qo'ydirishadi albatta. Qimmat gavharlarni, zo'r gavharlarni qo'ydiradilar. Ba'zi holatlarda bular imkoniyati yo'q bemorlar ham keladi. Unaqa holatlarda ham ko'zni holatiga qarab turib arzon va sifatli bo'lgan gavharlar ham uchraydi va bu gavharlarni ham biz qo'yib beramiz. Albatta, sifati, puli ikkalasi o'xshashmas. O'ylamanki, qimmat gavhar bilan arzon gavhar bir xil bo'lmaydi hech qachon. Xuddi masalan mashina deb o'ylaylik, amerikanskiy mashina, Chevrolet, Matiz boshqa, Spark boshqa, Malibu boshqa, Captiva boshqa, hammasida komfort har xil. Lekin hammasi amerikanik. O'shaning uchun amerikanskiy gavharlarda ham turlar juda ko'p. Va ko'zni holatiga qarab tanlab beramiz. Agarki iqtisodingiz yaxshi bo'lsa, sifatli, zo'r gavharlarni qo'ydirishingiz kerak. Iqtisodingiz yaxshi bo'lmasa, ko'rib qolishingiz kerak emas. Oddiyroq bo'lsa ham yaxshi ko'rsatadigan gavhar qo'ydirib qo'ying. Chunki gavhar qo'ydirish, kataraktada gavhar qo'ydirmasangiz, keyin ko'rishingizni tiklay olmaysiz. Ba'zida kataraktani vaqtida qildirmasdan glaukoma kelib chiqib, nerv qurib qolgan holatlar ham uchrab turadi. Shuni vaqtida agar operatsiya qilib qo'yilganda bemalol ko'rib turgan bo'lardi. Agar otangiz, onangizda shunaqangi ko'zda ko'rish yo'qolib qolgan bo'lsa yoki qo'ni-qo'shnilaringizda ko'zlari ko'rmay qolgan bo'lsa, o'zini o'zi bajara olmay qolgan bo'lsa, iqtisodi yo'q bo'lsa, keling klinika ko'z nuriga murojaat qiling. Ularni ko'zlariga ham mos bo'lgan gavharlarni tanlab qo'yib berishga sizga yordam qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.